Sizlar bilan bugun ochiqchasiga gaplashamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, avto olamda ko'pchilik reklamalarda mashinani yo faqat boshlang'ich to'lovini o'zi aytiladi yoki faqat oylik to'lov haqida ma'lumot beriladi. Men bu video davomida sizlarga Kia mashinalarida qancha boshlang'ich to'lov bilan qancha muddatga berilishi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Ungacha videoga bitta like bosib, Kia olaman degan tanishingizga ushbu videoni jo'natib turasiz. Hop, ko'rib turgan bo'lsanglar, qarshilarda Kia Sorento mashinasi turibdi. Kia Sorento modellarini biza boshlang'ich 30% ni beradigan bo'lsanglar 15 oyga, 40% ni to'lov qiladigan bo'lsanglar 20 oyga, 50% ni to'lov qiladigan bo'lsanglar 24 oyga, 60% ni to'lov qiladigan bo'lsanglar 30 oyga o'zini narxini bo'lib berishga qilib beryapmiz. Bu shartlar faqat bizani Kattaqo'rg'onda joylashgan rasmiy Kia dilerlik markazimizda amal qiladi. Hop, agar sizni Samarqand, Navoiy, Ishtixon, Narpay, Kattaqo'rg'onlik tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni ularga srochniy yuborib qo'ysangiz bo'ladi, chunki bu shartlar aynan cheklangan mashinalarga amal qiladi. Agar siz ham yana qaysi mashinalarga qanaqa shartlar asosida variantlar taklif qilinayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, meni profilimga obuna bo'lib qo'ying yoki bo'lmasam pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsanglar, sizlarga to'lov grafiklari bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Hammalarni Kia Kattaqo'rg'onda kutib qolamiz.